Alyo, politsiyachi kelyapti, kelmabdi tezroq voy. Barchasini kim bilsa bilmay, Joyner bolalar bugun video juda ham noodatiy, to'g'risi men video olaman deb Video shu joyda pauza bo'ladi. Sababi sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lmayapsizlar. Nimaga obuna bo'lmayapsizlar? Axir kanalimizda yaxshi kontentlar chiqyapti. Iltimos obunachilar, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va biz juda ham tez 1 obunachiga erishishimizga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Endi esa videoni davom ettiramiz. anaqalarni kameralarni qo'yib turgan paytimda qo'yuvdim kecha to'g'rirog'i video montaj qilib uxlab va ertasi kuni turib qarasam uyim yo'q bo'ldi. Qaranglar, uyim yo'qolgan. Mana короче usta akalarni chaqirganman. Uyimni proyektda kim olib ketganlarini izlanib bilish uchun hozir politsiyachilarga ham qilyapman. Mana uch kelib qolishibdi. Albatta video boshlashdan like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Biza bunday sifatli kontent qilishda davom etamiz. Albatta o'tgan videomizda vashi kam prosmotr bo'lgani sababli u video endi yo'q. Albatta u normalniy aktiv qaytgandan keyin YouTube kanalimizda qayta joylanadi. Men tilim ham aylanmayapti, uyim qolib qolganda o't yoqmayapti. Keldinglarmi? Qalaysiz? Yaxshimisiz politsiyachi aka? Короче, mana shu ko'ryapsiz, uyim yo'q bo'lib qolgan. Ha, bilyapman. Qalaysan, Joner? Yaxshi. YouTube'ga video olishim kerak. O'tgan videoning juda ham kam prosmotr bo'lgan, shunga sal tushgan holda bu video olaman desam, uyim yo'q bo'lib qolgan. Bo'lmasam, sen kecha bo'lgan voqeani aytib berchi. Kecha shunday yotdim, uxladim, shitir ovoz bo'ldi. Qanaqadir nimadir bo'lsa kerak dedim. Erta turib qarasam uyim yo'q, men ham to'qlab yotgan ekanman. Bo'ldi, yozyaptim. Hech qanaqa narsa sezmadingmi? Yo'q, sezmadim-da. Juda shubhali. Shu shubhaliligini bilib turib ham sizlarni chaqirdim. Shubhali bo'lmasa ham sizlarni chaqiraman. Boshqa ishonadigan odam ham yo'q bu qishloqda. 10-qishloqda bunaqa narsa bo'lmagan. Juda noodatiy ish. Bilmadim, meni uyimni topib beringlar. Endi biz qidirib ko'ramiz. Albatta, senga javobini keyin aytaman. Bolalar, bularga ishonib bo'lmaydi o'zi bor-ku. Shu bularga ishonsak shu chirib ketamiz biz. O'zimiz harakat qilishimiz kerak. Senga bitta zo'r yo'lan, orqamda turgan eng oxirgida, короче, anaqa chiqadi. Nima desa bo'ladi? Jurnalist yashaydi. O'sha jurnalistda uyda kompyuter bor. O'sha kompyuterda o'zing uying yo'qolganini e'lon qilib, hashmay qo'yib yopishtirib chiqsang bo'ladi. Bo'ldi, rahmat yordamingiz uchun. Brat, siz ishlamayapsizmi? Yo'q, juda g'alati. Agar mabodo sen uyda qayta turganda qaytaligini topa olsang, men bemalol qo'yib bera olaman. Bu proyekt anaqas bo'pti, bo'lsam topib keladi. Shitil turibdi. Obunachilar, kanalimizdan kuzatayotgan obunachilarni, kuzatuvchilarning soni 90% dan 97.7% dan baland ekan. Bu juda yomon obunachi. Iltimos, hatto 10% odam bizga obuna bo'lsa, biz tezroq 1000 ta obunachiga erishgan bo'lardik. 1000 ta emas, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 ta bo'lib ketardik. Bo'lsam brat yoniga keldim. Qalaysan Jitil? Qalaysan, Joner? Yaxshi, sen jurnalistmisan? Men jurnalist, super sani kanalingdan ham zo'r ham ijodlarim bor. Juda bu bola sal kibrroqmi deyman. Ish bormi? Ish bor. Men o'zim e'lonimni chiqarishim kerak. Uy yo'qoldimi? Sen qayerdan bilasan? Yo'q, prosta aytyapman. Bola bu Jitil juda shubhali, nimadirni biladiganini gapiryapti. Bo'pti, o'zim chiqarib olay. Okey. Shuma Jitil shubhali lekin bolalar. Printer, bu yerda narsalar bor. Bu ham kerak bo'ladi. Xo'p, o'tiramiz. Bo'lmasam biz chizib olamiz kerakli anaqani. Obunachilar men ishimni ham qilib oldim va men kerakli e'lon chiqdi. Buni olamiz. Rahmat Jitil. Arzibida. Juda bu shubhali, mayli. Biz kerakli o'zimizdan e'lonni yopishtirib chiqamiz bo'lmasam. Uyim tezroq topilsa edi. Uyim kim ham olib ketishi mumkin? Bu kimni xayoliga kelishi mumkin? Politsiyachilar ham yordam bera olmayapti bizga. Bilmadim, endi politsiyachilar yordam bera olmasa, kim endi yordam bera oladi? E'lon qilyapmiz-ku, eng muhimi. Agar ish yaxshi bo'lmasa, bolalar e'lon berib qo'yamiz va o'zimiz ham qidiramiz. Yaxshisi qidirib o'zimiz ham uyimizni qidirib topamiz. Bu shunaqa qilmasak bizga foyda yo'q bulardan.
Men bilib turibman, bularning hech qaysi yordam bermaydi. Ularga meni uyim ham, kontentim ham qiziqmas. Obunachilar sizlar bo'lganinglarda yaxshiroq bo'lardi. Aytgancha bizlar bilan har xil videorolik, streamlarga qatnashmoqchi bo'lsanglar, men streamlarimga, videolarimga qatnashmoqchi bo'lsanglar, albatta bizning jamoa bor, Discord serverga o'tsanglar bo'ladi. Albatta kommentariya описаниеga o'tinglar. Описаниеda hamma videomizda qo'yib boramiz. Havolasini albatta kirib olsanglar bo'ladi. Kirib Discorddan bir ikkita shartlarni bajarib, nikilarning boshiga FR, ya'ni Forex jamoasining belgisini qo'ysanglar, sizga katta rollar ham beriladi, aktiv bo'lsanglar albatta. Keyin videolarda qatnashib, bemalol kanallarni reklama qildirib, shuni ko'tarib olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam men hamma ishni qilib oldim. Endi esa yaxshisi o'zim qidirishga o'taman. Oppa, buni bo'tga tashlaymiz va o'zimizga qidiramiz. Xo'p, bo'lmasam men qanday qidirsam bo'ladi? Yaxshisi men bu anaqa telefonni biroz ko'rib o'tiraman. Telefonda zo'r kanal bor, ya'ni LDD kanal bor. Albatta u kanalda men va mening jamoam orqali dublajdan ko'rsanglar bo'ladi. O'sha dublaj videolarni ko'rib turaman. Ungacha kimdir menga nimadir yozar. Bo'pti, bo'lmasam ketavering siz. Bir kun o'tib ketdi. Qani ko'raman hozir. Video juda ham zo'r ekan. Shuncha vaqtga arziydi. Albatta kanalga o'tib obuna qo'yinglar. Xat kelibdi. Sizni uyingizga o'xshagan uyni ko'rgandim. Obunachi emasdi. Shu sizni uyingiz orqasida to'g'ri ketaversangiz chiqadi. Yo'q, obunachilar, sizlar birontinglar yozgan. Qaysidir biringlar yozibsizlar, albatta Minecraftdagi obunachimga rahmat, albatta ular bilan video olaman hali. Bo'lmasa men mashtarafga ketaveraman. Menimcha rost bo'lsa kerak. Albatta rost bo'lsa, albatta agar uy bor bo'lsa, sizlar men kanalimga obuna bo'lib, mana shu videomni like bosib qo'yasizlar. Qani ketdim men, bo'lmasam. Hoppana, dengizlar osh. Yo'q, mana rostdan bormamdi uy. Juda bu qatdan kelib qolganmi uy? Mana uyimmi? Mana uyim bedrukdan himoyalayapti, apalab. Oppa, gilam chaqyapti o'ziga. 13-qishloqdagi mana uyim, ha? Orqangga qarama. Nima bo'ldi? Juda ishimni eslamayapman. Yaxshimisan, Junior? Sen kimsan? Ana jurnalistman. Jurnalist? Sen nimaga bu yerga? To'xta, sen meni uyimga o'g'irlading. Ha, men senga aytdim-ku, zo'r kontent qilaman deb. Nimaga hamma seni kuzatadi? Nimaga obunachi ko'p? Nimaga? Men zo'r kontent qilaman. Seni uyingni o'g'irladim. Sen men jurnalist studiyam orqali xabar tarqatding. Endi meni juda ham ko'p odam kuzatadi. Sen esa mashina o'tirasan, qachonki men milliard obunachi erishsam shunda chiqasan. Ha. Yo'q, to'xta. Men yangi jurnalistga ham qilsam bo'ladi. Yangi e'lon Eljoner yo'qoldi degan. Qanaqa Eljoner yo'qoldi? Men bilan urushib qolganmisan? Ukam, bo'p chiqar, ko'chi, men ketishim kerak. U ham ketvordi. Nimani xohlaysan yana mendan? Sendan bittasini xohlayman. Nima xohlaysan? Men uchun bitta oyda qutqaringlarni ber. Haddingni oshirsan bir aytishga. Yorib tashlayman. Bo'ldi, bilganingni qil. Men ketdim endi bir aytishga. Iltimos, meni qo'yib yubor. Yo'q. Iltimos, qo'yib yuborgan befarosat yo'qki. Yo'q, bir aytishga o'lib ketasan shu yerda. Bu yaramas deydi. Deb masjidga tushdim-man. Yaramas, bunda aytuvdim bir gap bor deb. Bu yerdan qanday chiqaman? Bu yerda sandiq bormi? Kirka? Demak buni kavlab chiqsam bo'ladi. Juda qiyin bo'ladi albatta. Obunachilar kuzatishda davom etinglar. Men albatta buni yo'lini topib bir amallab ujitini ham yo'q qo'raman. Va bu ketib bo'ldi degan umiddaman albatta. U ketgan, yopib ketibdi ustidan. Obunachilar
Obunachilar kecham bo'pti. Bilmadim endi hozir aloqa ham bu yerda yaxshilamayapti. Qishloqqa yaqin bo'lmagan uchun net signal deyapti. Albatta men bu uyni nima edi? Anaqa hozir rasmga olib tashay. Opa. Bu yerda nomalaman. Opa. Hozir proyektor nima bilmayman. Esimda yo'q ismi. Короче, o'shanga tashiyman. Ketyapti fayli. Albatta sizlar meni kuzatishda davom etinglar. Albatta keyingi videolarda o'zim mana shunaqa uyimda yangi video roliklar chiqadi degan umiddaman. Albatta hozir kecham bo'lib qoldimi, o'zim uyimga kirib dam olaman. Albatta keyingi videogacha ko'rishga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.